Assalomu alaykum, xayrli kech barchaga. Sport TV taqdim etadi. O'zbekiston Super Ligasi 8-tur markaziy uchrashuv. Amaldagi chempion Farg'onaning Neftchi jamoasi o'tgan yilgi chempion Qarshining Nasaf klubiga qarshi. Ichkariga pas yana 2 marta mana shunday to'pni egallab oldi. Jarima maydonchasiga kirishga tayyor. Chap oyoqni uzatadimi? Uzatadi. Ammo jamoasi yutqazmoqda. Kayfiyat yo'qligidan ham ko'rdingiz endi. Aynan o'sha vaziyatdagi ehtiroslarini ko'rish imkoni yo'q, chunki o'sha vaziyatda translyatsiya golni futbol ketma-ket qarang. Neftchi futbolchisi ham o'zini ko'rsatyapti. Tayanch yarim himoyachisi. Zarba bo'lgandan keyin tepaveradi Valverde singari. Neftchi futbolchilari ijrosida yaxshi o'girilib oldi Alisher Odilov. Mana bu yerda Jamshidning qilayotgan ishini sakrab turib, yengilgina fint ishlatib, yana hujumni davom ettirishga Jamshid mana Nasaf ham pressing qilib ko'rdi, ammo Ibrohim Xalil Yo'ldoshevning tezligiga e'tibor bering. Kattagina masofani bosib o'tdi, Odilovga to'pni yetkazib berdi. Ibrohim Xalil Yo'ldoshev to'xtab oldi. Ibrohim Xalil Yo'ldoshev. Nasaf hujumda. Yo'ldoshev. Famin Rustambek. Yosh talantlardan biri. Famin. G'iyosov esa ancha tajribali talantlardan biri. Endi ichkarida jang.